Assalomu alaykum qadrli mijozlarimiz. Sizlarga bugun Labo mashinasini ponni obzor qilib bermoqchiman. Bu mashinada qilgan ishlarimizni ko'rishingiz mumkin. Bu mashinaga ponni eng full variantda injektor uстановка qilib berganmiz. Ranglarini ham ko'rsizmi? Orange, olov bo'lib chiqdi o'zi ham. Hamda konditsioner uстановка qilib berganmiz. Mashinamizni ovozlarini bir eshitib ko'ringchi. Mashinamizni zavod bo'lishlari, pol оборот, ovozlari ham juda ham go'zal. AES knopkalari bitta bossak, o'sha konditsioner ishlaydi. Bitta knopka konditsioner o'chadi. Koreyskiy Labo tablolariga o'zini probeglarini qo'yib berganmiz. Mana ko'rib turibsizlar. O'shamiz juda ham chiroyli chiqqan, ich-ichlarigacha go'zal holatda. Inspiratorlari ham yengideylarini olib topib qo'yib qo'yganmiz. Xudo xolisa juda ham go'zal va chiroyli chiqdi. Ko'rishingiz mumkin. Chiroyli holatda. Продохнутый blok, hamma narsasi. Kimga shuna xizmatlar kerak bo'lsa, bemalol Asmotoris jamoasiga mashinangizni ishonib topshirishingiz mumkin. Ishingizni chiroyli, sifatli, idealniy qilib bitirib beramiz. Sizlardan faqat like, podpiska, kommentariy bilan qo'llab turishingizni so'rab qolamiz.